Ey Allohning bandalari, ota kim ekanini bilasizmi? Ota uyning ustuni, farzandlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi murabbiydir. Ota uy va undagi holatlarni doim kuzatib turadi. Farzandlarini har bir vaziyatda tarbiyalaydi, himoya qiladi, ular uchun charchaydi. Alloh ushbu g'amxo'r insonning haqqini ado etishni buyurdi. Ya'ni avvalgi oyatda zikr qilinganidek, Allohning haqqini va ota-onaning haqqini to'liq ado etishdir. Alloh taolo aytadi: Robbing shuni hukm qildiki, faqat uning o'ziga ibodat qilishingiz va ota-onaga yaxshilik qilishingiz kerak. Isro surasi 23-oyat tarjimasi. Ota seni rohating uchun mehnat qiladi, ko'ngling xotirjam, qalbing osoyishta bo'lishi uchun senga nafaqa qiladi. Sen vazifalaringni ado etishing uchun u senga doim sarf xarajat qiladi. Bolaligingda ham, yoshlik davringda ham, erkaklik bosqichiga kirishingda ham u senga nafaqa qiladi. Balki seni uylantirib, uyli joyli ham qilib qo'yadi. Hatto Alloh taolaning tavfiqi bilan ishli bo'lishingga ham sababchi bo'ladi. Shuning uchun ey musulmon banda, otaning haqqi sening zimmangda nihoyatda buyukdir. Islom uni haqqiga e'tibor bergan va uni saqlashni buyurgan. Alloh taolo aytadi: agar ulardan biri yoki ikkalasi sening huzuringda keksalikka yetsalar, ularga uf dema, ularni jerkima va ularga chiroyli so'z ayt. Isro surasi 23-oyat tarjimasi. Agar ota-onalar keksalik bosqichiga yetsalar, sen ularga g'amxo'rlik qilishing, ularni asrashing, parvarish qilishing, ularga yaxshilik qilishing, ularga yomonlik yetishidan qo'rqishing, sog'liq paytlarida ham ulardan xabar olib turishing, ojiz va kasal bo'lganlarda ularga yaxshilik ila xizmat qilishing lozim. Xuddi ular seni kichkina go'dak bo'lganingda, keyin esa o'sib, ulg'ayib, yosh yigit bo'lganingda parvarish qilganlari kabi. Endi esa sen katta erkak bo'lib yetilding. Alloh taolo aytadi: yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik emasmi? Ar-Rahman surasi 60-oyat tarjimasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: ota jannat eshiklarining o'rtasidir. Xohlasang uni asra, xohlasang uni zoyi qil. Ha, ota jannat eshiklarining o'rtasidir. Agar uning haqqini ado etsang, u senga jannat va naimlarga eshik bo'ladi. Agar uning haqqini poymol qilsang, Alloh saqlasin, u senga jahannamga eltuvchi eshik bo'ladi. Hadisda kim odamlarga shukr qilmasa, Allohga ham shukr qilmaydi. Yaxshi muomala qilishga eng haqli insonlar ota-onalardir. Ey azizlar, barchamiz ota-onamiz borasida Allohdan qo'rqaylik. Ularning haqlarini bilib, burchlarimizni ado etaylik. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vasiyat qilganlaridek. كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم